Uma kızım. Hoş. Bana meşrep sahnesiga qadam tashirib qipsiz. Qarshi olamiz. So'rab baqsam, nima vajidan sahnamizga chiqib qoldingiz? Sizni bizga cho'chak yeyib beramkin-da. Cho'chak? Hop, bejonidil o'rindayman qizim. Anda bo'lsa cho'chak etish mendan, anglash sizdan. Cho'chak anglash bizga yot emas azaldan. Shundaqmi? Burunning burunisida shundoq bir davlat bor ekan. Mana bu davlatda shundoq bir go'zal malika yashaydi ekan. Bu malika go'zallikda, oq ko'ngillikda, samimiylikda, sadoqatmanlikda atrofdagi allarga tunishga boshlabdi. Lekin bu malikani ko'rolmaydigan ana shu alda shundoq bir jodugar bor ekan. Iliq jodugar kirib sehrli aynakdan so'rabdi. Hey, sehrli aynak, senda baqa. Bu dunyoda kim eng go'zal? Eng go'zal bo'g'ini yanala shu malika deb javob berdi. Buni anglab, iliq jodugarning dahshat ochiq ketdi-da qizim. Shuning bilan bu barliq sehr jodular bilan iliq malikani yo'qotaman deb tirmishib shunda qilib ketsin, lekin u malika yanala o'zining go'zalligi, oq ko'ngilligi, samimiyligi, sadoqatligi bilan oxiri u jodugarni yengib oldi. Undaq bo'lsa, bugungi kunda bu sehrli aynak bormi? Bor? Ha, qizim, andoz bizning bugungi mashripimizga men shu sehrli aynakni taklif qilsam qo'shilamsiz? Va, nima degan yaxshi. Rasma, anda bo'lsa qarang, kayningizga qarang. Ko'rdingizmi? Salom qiling sehrli aynakka. Salom sehrli aynak. Salom singlim. Aytqina sehrli aynak, dunyoda kim eng chiroyli? Dunyoda sizga o'xshash sabiyalarning qalbi eng pok. Shunga siz dunyoda eng chiroyli. Yana kim chiroyli? Yana sizni bu dunyoga opridi qilgan ota-onangiz eng chiroyli. Chunki ota-onalardagi mehr muhabbat va beg'ishlash ruhining cheki yo'q. Shunga ota-onangiz chiroyli. Ha, hurmatli sehrli aynak, andas bir dab baqsangiz, bugun shu mashripimizda kim eng chiroyli? Jafo mushaqqatlarga bosh eymay, yo'l ichib olg'i o'girlayotgan botir azmatlarimiz. Hayotni go'zalligi bilan o'rayotgan xonim qizlarimiz eng chiroyli. Barakalloh sehrli aynak. Hashqalloh sizga. Mirshabda Mayra adam ko'rinmaydi-ku. Mayra adingizmi? Mayra adingiz bor. Qarang, sahnimizga qadam tashrif qildi aynan. Güzellik məşrifi deb anlab, güzel sözlerini tayarlab, turib qaldım bir mahal, sehrli aynak qarab. Çok kızını gülü olğan Mahirə Kəmin Mirşabdan sizga salam. Salam, 30 oğulның sərxil bolğan Mirşab bəy. Salam Uma qızım. Salam hörmətli məşrəb əhli. Salam ekran aldıq qədirli görürmən dostlar. Məşrəb qızı Mahirə Abdığınidin hər birlərgə söyünçilik salam. Hörmətli məşrəb əhli. Basqan qədimіңlərə mərhaba. Kəmin Mirşabdan sizlərə ali ehtiram səmimi salam. Şinjan Uyghur Avtonom rayonumuz qurulğanlığının 60 yıllığı təntən qılıb atqan mana muşunda xuşal paytlarda biz güzel sözlərimiz, güzel iş fəaliyyətlərimiz bilən esil bir son məşrəb tayarlab huzurunuzğa sunuş aldıb turuyatımız. Şunaq, bugün biz məşribimizdə güzellikni sözdəyimiz. Muhabbətni kuymayız. Xoş, Mirşabdək, aldı bilan bugünkü məşribimizga yol başçı jigit bişimizni əlgə tanıştırıb ötkəndən keyin icazətini elib məşribimizni başlab olaylımı? Albatta shuna qilamiz. Xo'sh, mana bugungi go'zallik mashrifimizning yigit beshi bo'lsa, 30 o'g'ilning sarkisi ma'rif sepimizda o'chmas to'p bilan qo'shib kelayotgan ustozimiz Tursunjon muallim. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Salam hurmat mashrif ahli. Salam ekran oldidagi aziz ko'rarmanlar. Bugungi katta mashrifimiz orqali har qaysinglar bilan didorlashganligimdan o'zimni to'liq baxtli his qilyapman. Biz bugun bu yerda tilayotgan go'zallik Noqoldaki taşqı güzellik olmasdan, belki aqidi etiqat, to'g'ri bo'lgan dunyo qarash, qimmat qarashi, kishilik turmush qarashining mujassimi bo'lgan, sog'lom ruhni namoyon qiladigan chin qalbimizdagi, aqidimizdagi go'zallikdir. Mushu mashrab barliq aziz qarindoshlarga
güzellikni haqiqiy his qildırgısı ve namayan qildırgısı. Hoş, hürmetlik yigit beşi. Meşrifimizin başlaşka icazet mikin? Qani bütkül el güzellikki jür bolsun. Meşrifimiz başlansın. Rahmet, bir canı dil orundayız. Ondan sonra bugünkü güzellik meşrifimiz başlasın. Hanım kızlar bu dünyanın bunca gülleri, şu güllerden kalışken yaxşı ulug'man. Yaşları yurtni sag'dalası deşti çölleri, faziletlik anilar dersler ilham. Yaşları yurtni sag'dalası deşti çölleri, faziletlik anilar dersler ilham. Gündün günge güzel bulup yaşam şad vuran, güzellik pervanelerdir sizlerge salam, sizlerge salam. Kalbimiz hem güzel bulsun, hüsnünüz kebir. Razı bulsun sizden barca kerimdaş. Hüsnünüzden nur parılsın, kalbimiz kebir. Akşimi ay gündüzleri bulup bir kuyaş. Hüsnünüzde nur parılsın, kalbimiz kebir. Akşimi ay gündüzleri bulup bir kuyaş, bulup bir kuyaş. Atalarının, analarının armalları köp. Sizge daim tüm güzellik yar bulsun deydim. Meyli bayram, meyli hiktam, meyli emgekte, sizde yeni keyfiyat var bulsun deydim. Meyli bayram, meyli hiktam, meyli emgekte, sizde yeni keyfiyat var bulsun deydim, var bulsun deydim. Gündün günge güzel bulup yaşam şad vuran, güzellik pervanelerdir sizlerge salam, sizlerge salam. Güzellik pervanelerdir sizlerge salam, sizlerge salam. Qarang Mirshat begim, bir qiz bor ekan. Husn jihatda u nurg'un do'stlarining oldiga o'tolmaydi ekan. Shuningdan afsuslanib, ko'ngli yerim bo'lib, o'zini tuqqan onasiga: "Ana, meni nemish chiroyliroq tug'magan bo'g'ayding, do'stlarim oldida chinibli qolaman" deydi ekan. Bu chaqda onasi: "Jinim balam, mening ko'zimda sen eng chiroyli" deb javob berdi ekan. Kunlar o'tib, bir kunlarda bu qiz tuyuqsiz g'ayri kasalligiga giribdor bo'lib, ikki ko'zi dunyoni ko'rolmas bo'lib qoldi. Bu qiz azoblanib yosh to'kibdi. Mana shu mezgilda o'zining ko'ziga mos keladigan ko'z izlashga boshlabdi. Bir kuni doktor uning oldiga xushal kirib: "Qizim, sizning ko'zingizni operatsiya qilamiz" debdi. Operatsiya o'ngishli bo'lib, qiz yorug' dunyoni ko'ra oladi. Hayajonlanib, aynakka qarab: "Men ko'rdim, dunyoni ko'rdim, o'zimni ko'rdim" deb o'ziga zan selib qarab hayron qoldi. "Tova, men nima degan chiroyli?" Bu chaqda u doktorga: "Doktor, mening husnimni tuzab qo'ydingizmi?" degan ekan doktor. "Yo'q qizim. Siz onangizning ko'zida o'zingizga qarayapsiz. Sizning ko'z nuringizni onangiz sizga hadiya qildi" debdi. Qiz ta'sirlanib, onasining muhabbatidan hayajonlanib, ko'z yoshlarini to'kibdi. Albatta, har qanday bir ota-onaning ko'zida o'zining farzandi go'zaldir.
hem şundakla nuqsansızdır. Endi biz analarning qizlariga aytganni, qizlarining söyünüp durup ana deb aytganlarini naqshi bilan anglaymiz. Bir bakan olsunuz. Şu dünyada nimo en güzeldir. Bu dünyada muhabbet en güzel. Rahmet. Anda olsa muhabbetin güzelliği nerededir? Muhabbetin güzelliği kalbinizdedir. Hop, anda olsa kalp güzelliği için. Kalp güzelliği o sizin ademiliğinizdedir. Kalp güzel olsa his duygularımız güzel olur. Kalp güzel olsa sözlerinizden bal tamır. Sehrlik aynak to'g'ri aytadi. Muhabbet en güzel. Hayatımızga naqsh silib o'tadigan tunji muhabbet en güzel. Yürekni cip bollap dağlam sende, Oyg'utup meylini qilib sen şere. Yürekni cip bollap dağlam sende, Oyg'utup meylini qilib sen şere. Bilib bo'p ko'nglimni shirin so'z bilan qoldirib ketding bu qalbimga hasrat, qalbimga hasrat. Bilib bo'p ko'nglimni shirin so'z bilan qoldirib ketding bu qalbimga hasrat, qalbimga hasrat.
deb oylasam Söygünni ebed Nimishqa unutulmaz Tunji muhabbet Tunji muhabbet Hoş, to'qqiz qizning guli, güzellarning xili. Aytqina, dunyoda nima eng chiroyli? Dunyoda ana zimin eng chiroyli. Bir kun ichidagi qaysi vaqt eng go'zal? Har bir vaqtning go'zalligi o'xshamas. Sizga xayrlik ato qila olgan har bir vaqt siz uchun eng go'zaldir. Aytqina sehrlik aynak, kechiningmi go'zalligi bormi? Albatta bor. Kechining go'zalligi uning timtasligida, sukutga cho'mganligida, yulduzlarning jimirlishida, shamollarning muhabbatlik shivirlishida, qalblarning talpinishida. Yo'qsag'ini? Üzüdü gökte, uyudu şatını, aynın yüzünü, aynın yüzünü, aynın yüzünü. Sırlandı dillerin ben şamalla, yıldızlar külüdü, yumuk yüzünü, yumuk yüzünü, yumuk yüzünü.
köşede sen yok işimde ve lekin kalbimde hıyalında sen Yolumdan gitse tehimi güzel Nakşamda düşümde Vesalımda sen Haslayman sığınıp aşu yüzüne Haslayman sığınıp yolsuz gözüne Tursan o menimden şunca yiraktan Haslayman sığınıp aşu yüzüne Haslayman sığınıp yolsuz gözüne Ben anlap durunan şirin sözüne Şirin sözüne Haslayman sığınıp aşu yüzüne Haslayman sığınıp yolsuz gözüne Tursan o menimden şunca yiraktan Haslayman sığınıp aşu yüzüne Haslayman sığınıp yolsuz gözüne Ben anlap durunan şirin sözüne Şirin sözüne Şirin sözüne Biz kişilik hayat yolumuzda ölmeydigandek mal dünya, pul, baylık, muhabbet için yaşavatımız. Ameliyatı insanın en ahırda erişidigini del muşu muvaffaqiyat ve mal dünyanın hakkı uyuşturulgan baxt bilen güzellik bolsa kerak. İnsanlar nurgullagan baxt ve güzellikni kaşkı dünyada etraftaki kişilerin vücudidan izdigashga özünü tulumu baxtsiz hem bichara his qilayotgan bolsa kerak. Ameliyatda baxt her bir adamın qalb dünyasının çoğunqur katlamı uyuşturulgan. Uyg'urlarda saqlab ko'zam to'rt bo'lib ketdi deydi. İnsanın ko'zi asli ikki o'tirsa, nima uchun to'rt bo'lib ketdi deydi. U tashqi dunyoni ko'rayotgan ko'zi bilan saqladi, ham ko'ngil ko'zi bilan saqladi. Shu onun ko'zi to'rt bo'lib ketdi bo'lsa kerak. Yazgan xatları Amrını tütünni Ağyasan Tam seher bulbulda Kelmürüp yaki Kızıl gül içilgan
Pərmancan boludu. Pərmancan hər qaçan pərmanğa tayyor yigit. Qandaq desanglar Pərmancan yaqinqi vaqtlardan buyon to'g'ri vositalar bilan o'zining naq maydon aytgan naqshlari bilan xalqimizga to'nilib keldi. Pərmancanni biz to'r dunyosida ko'rgandan keyin xalq ichidan chiqqan mushundaq yigitlarimizni tanishtirishni xo'p ko'rdik. Shunga yo'lni jiroq ko'rmay, G'o'lji diyoridan alayda taklif qilib keldik. Mana bu qarindishimiz bo'lsa, Cho'chak shahridan kelgan Hasantay. Hasantay Cho'chak har qanday to'ylarda cho'qimli bo'ladi. Chunki Hasantayninki sho'x kuylari, musiqalarga Cho'chak xalqi tashna. Biz shu yerdan Hasantayning nomini anglagandan keyin bugungi mashrabda mana shunday bir o'g'lonimizni taklif qilib, barcha mashrab ahli bilan uning ism-nomlarini tanishtirganimiz keldi. Xo'sh, bu ikki yigit birlikda kuyin o'rlab berdi. Hazır bizde şundaq bir təşviqat qoralımız var.
ündidar degan. Mana bu ündidarda biz mayli yaxshi bo'lsin, mayli yomon bo'lsin, to'g'ri qo'llanayotgan qarindoshlarimiz bor, yomon yo'lda foydalanayotgan qarindoshlarimiz bor. Bizning shunday bir qarindoshlarimiz borki, ana shu undidar orqali, ana shu kichik bir video orqali o'zining yinidagi ana shu qarindoshining aybini yeyib, chechib, butun olamga pur ketkizib olsa, shuningdan xo'sh bo'ladigan. Rasitsiz Mirshab begim, mana bugungi go'zallik mashrifimizga tatbiqlasak, amaliyotda undidarni to'g'ri ishlatishmi go'zal axloq, vaqt isrof qilmaslikmi go'zal axloq, o'zimizni ham boshqalarni qadrlashmi go'zal axloq. Üçüncü ayrım hanım o şu anda. Kıra. Vay adaş, ne dedi? Vay yeni kilenmemse. Vay can, bu çayga kaçan bir tolu katlaşasılar. Ben meyve çivilerini jüp tazlap. Makul. Vay, ne dedi? Makul. Avu pulunu makul kara. Kart kurup bitemse. Makul sinakla. Vay, tursuz go. Gep pameti? Yok. Vay, onda avaz meyvelerini jüp girmemsiz. Ben bir şunu kımagan özünüz. Bo'ldi, makul qoldi, yozma. Qiziq bolakim. Hey, chiroylik saboqdoshlarim. Hey, do'stlar, men bek saqlab ketdim, kelmamsizlar. Voy, keldik. Mana. Voy, depot kep bo'ldinglar-ku. Qani odosh? Ha? Qil qolganlar? Voy, kelmamdika? Voy, sizlar birdan arama yapib turinglar. Ular hozir kep qolar. Ha? Kelinglar. Yana ikkimiz burun kepdik-da odosh. Voy, shundigina. Bilisizlar-ku, Dilnurni chatga uzatdik. Endi u chayni o'ynamaydi. Güzelnurning uyiga mehmon kelib qapti. Mana bu topqa okey deb yo'llaganlar yo'q-ku. Hey odosh, bu qizlarmi qiziq kelaymi? Choy qilimiz deb bo'g'chilar okey deydi-ki. Voy, bugunmi okey deganning shikini pulni keldim odosh. Shundaqmi? Kelanmaydi-ki? Hey jon. Voy, bu choy faqatli qizmaydigan bo'lib ketdi-jimi? Voy, nochiroqdan mush nechimizli qolgan o'xshaymiz. Jin gap qilding-jimi? Mana. Canım balam, to'nglatqida tamoq bor, shuni isitib yenglar, men choyda. Ya Allah, bu balalarning qo'ziga ichib turdi. Voy, ma'qul, uxtum, uxtum. Hey adaş, Rasm tushundu? To'qmoqni ola? To'qmoqni keldi. Hey, mening telefonimni tatayla. To'qmoq? Meniki chiroyli. Ko'ngillik choy debchu. Çaydan bir çıkırıydı çoğaş. İstiladaş. Kanaçımız? Tuta. Hey toktala. Ma çayı gitsin koşmay. Resim içeceğimizler. Yekti o. Hey baş. İşkalam yedi durula. Bana meyve çivilerini ekirip koydum. Tabaklarını çıkarırsak bulattı. Hey ıskım. Tabak. Bizi resim tatlı koyuyor. Resim tatlı. Sılığat diz. Makul. Çıkarlık tatlı. Dikkat tattım ha. 1, 2, 3. Oy. 1, 2. Şu tamaklı bir demezsen var. Tamaklı çıkarıversen. Vay sen be yak çıksan. Yak çıkmadım ben. Tamaklı bir çıkarıversen köpüğü. Benim adaş ben çayda kızılını alım ha. Pulunucu ündüdar kız urup yerey. Tamaklı çıkarıversen vakitini bir ketmez mi? Kırga bulanı. Vay adışım ben mi hili mi iki adamdan pulunu koşup koymakçı buldum. Sen bulanır pek aldıraşıp gitti daha. Özümüz bilip lan. Üçümüzge layık çay tağımdan çıkarıverin ha. Kanda? Meyli. Lekin tezroq bo'lasizlar oshpazlar ishdan chiqib ketmasin. Buldu ma'qul. Voy jinim hada xotirjam bo'g'ina tamoqni oz yeb, cho'qim sening tomog'ingga eg'iz tegiman. Voy, meni nega varsa qinim? Voy jinim adash, bugun tuqqanlar yig'ilishimizda hammamiz cho'ng odamning uyiga yig'ilmoqchidik degina. Ha. Ma choy bilan o'tiblik ketibdimi? Voy xotirjam bilan bir soat o'ltirib bosammi bo'laverdi. Voy adam pensiyaga chiqqandi. Voy necha yil bo'ldi? Voy, aşı pensiyaga chiqqan hadan undidar o'ynayalamda. Shuni deyman. Twitterda. Hey adamni bir qilib kerak. Voy jinim hada nima chiqirib o'g'chi gullarni avatib ekansa, chorchimamsa desam. Voy ukam. Pensiyaga chiqqanman yaqin men bekovmidim. At deganda
telefonga kelgan uchurlarga javob yo'llayman. Chambarakka gul yuraklarni avatman. G'azallardan ovozimni past chiqarib, to'y egildirdan ovozimni yuqori chiqarib, hol ahvol so'rayman. Shuning bilan atiyalik tomoqni tushda, tushlik tomoqni kechda yeyman. Kech yo'g'anda mau aramizdagi payla so'psiman do'stlarimizning chambarakka chiqqan ilqi nima? Arden, charchidim demayli qo'g'ilgan. Pushaymonlik yaklarni o'qib taklif qilib bo'g'icha charchab yerim kechildi uxlab qolaman. Voy tova. Tova. Ay adaş, men bu vago qaranglar, mushu undidarga qarab, yerim kechida foydan bo'lib qoldim. Qanday qilamiz? Voy undidar o'ynamsansa? O'ynamsa deydi ku mau. Undidarga kirishib qolibman dedim. Men seni undidar o'ynamamdiki debdimi? Voy men mazmun chiqarsam bir qatim yurak yo'llab qo'ymaysa. Voy men paypoq sotaman deb e'lon chiqarganlarga gülaversa bo'lmasa. Voy men nima deydigan? Ey adaş, demisim rost. Sen üçün ma tönegün tanışkan dostlarının tug'ilgan kunini tabriklab, yolg'on tort, yolg'on gul, ilk şarlarni avatib. Voy. Chambarakni to'ldirsa. Ma bizning qadrimizni qilib qo'ygan adishim. Hey, bo'ldi qilsanglar bulamiki? Unda deb ketmanglar. Men bu vago qaranglar, menga gul, yurak avatganlarga avatdim. Men chiqargan mazmunlarni qistin ko'makka sevaganlar uchun men avatmadim qaranglar. Ko'piging ekan. Hey, mayli. Qara. Ma ko'nglimga kelsin o davrayjim adaş. Sen vago aşı ağırıp kalsan, asmukul askınını ettigen onundan durup hayırlı seher de bir başlasan, aş ta bir gün keş boğan bütün faaliyetlerinin hemmisini aş çembereki yolla vurdu gelse. Onun üstüne kara maşinesinde kızıl çırak toktsa, aş şunu çıkarttım bek kıstançılık da gözler resim kitap çıkarırken ben bek çarşap getirdim sana çocuk evet kullanmaya adaş. Voy, adaş, sen o bütün qozoq köpüğünü çembereklerini çıkarsaydın. Voy, çıkarsam daş bek toğudu da. Nim boptu. Çıkarıverdi. Bek kızıkçı mı bu? Hey, ma kemmigenlerini süzüp koyay tamaqını. Shunday bek saqlab ketdik. Hey, sabaqdaşlar, ma kemmigen çıraylı kızlar. Biz bek saqlab ketdik. Bu çaqaraq kilemse tamaqını tatamıdık. Can. Acayip mi bir? Uy. Toğudayım. Hey. Kilolar. Bekle Maynur. Manköre. Holdakilar? Emeke otur görelim. Mindak kızı. Ey yolu izleyme. Chambarak chiqar yo'liqni. Ey. Mana o'ylashib yo'llanglarjimi? Hozir mana qalaymiqan uchur yo'llaganlarning jinoiy javobgarligini surishtirib qo'yatdi. Ey biz bo'lsaqmi bir mushundaq tetiqsiz uchurlarni yo'llamayli do'stlarim. To'g'ridan adaş. Ashtaqqilay yo'llamayli bo'ldi. Uyg'ur ayollarning ranglik sorundagi mahorati. Acha ko'r baqayli. Hey. Oygulg'u bu. Voy bu qaya? Voy bu bilq bizning qizlar o'tirishimiz emasmi? Qaysi o'tirish? Voy odam unda qo'qatmiqni. Voy jinim adaş, o kuni dinni uzatganda qizlar o'ttamidikmi? Voy adaş, o kunimi shu choydagi qizlarning hammamiz bor. Voy tova. Voy nemish Oygulni yolg'iz chiqarayotgandi. Uning bir cho'qim qor chaplab turdi. Rasmi ranglik o'tirishlar degani shundan Voy, hanim bo'lsa video chiqib ketmabdi-qa. Manim deydim de. Hey adaş. Hanim bo'lsa deganing nemisi do'stimizning chiqib ketgani yaxshi ishmi? Shu emasmi? Ha, rost. Shu kuni sen suratga tortib o'tding. Ha, to'g'ri. Voy tova degina. Voy xotira uchun saqlab qo'ydim men shunda qilgan odamma. Bu emsi bu videoni kim takip etgandi o? Oygul o'zi ko'rganmidi o bichora? Emasmi? Voy Oygul ko'rganmidi deysan bu adaş. O Ahmet Tersa ko'rab qolsa. Ahmet ko'rsadinglar. İşte. Voy. Ben kördüm. Kördüm ben. Qulağınız yaxshi kep. Alamet oynapsılar. Voy. Kire bega. Oy Aygün adaş. Oy can. Ahmet'im kimdi o degen bolsan bizim ağalarımızı başlap kendimiz.
başladı. Memallarını kep bulamadım ha? Mana Aygül geldi asasen toluk. Oldu. Toluk emas o. Bayağı hazır kildi. Hey. Ma ailesi var ayarlamışlar ayrım hallarda. Ranglık sonra kılmışlar oynayışıyordun ma. Hey. Ranglı. Manın atanız hayat olgan bolsa anısının aldık tapşırıp tuttum bana. Lekin alamada şerefsiz küllerini köme edip baldırak gitip kattık ağalemden. Hey. Ma dostluğunu ıslayıp tapşırdım. Kelemeyakka. Endi qanday aqsanlik qilinadi mana ishim qanday o'tamayapti. Voy canım Ahmet bunda işlemeydi siz. Hey nima qarab turibsizlar? Qachon biz bir erlarlar bir sorunda o'tiribmiz. Voy shuni degina Ahmet. Siz qiziqkansiz bizni tushunmaydiganda gap qilsiz. Tushunmayman. Biz bundaq desangiz haq bizni nima deydi? Voy shunday boshqa nima deydi? Hey do'stlarim, biz bir xizmatdosh erlar bilan birga tomoq yegan emas. Nima gap bu? Shu emasmi? Tova Xudoyim. Voy biz bog'i qarang. Saboqlashimiz lelqi chatalga uzatgan vaqtida birga o'tirgan qiz saboq boshlab o'tirishi bu. Shu. Voy nima deydi? Kim? Voy gap qilasan. Voy isbot izlayapmiz. Isbot? Isbotni kerak yo'q. Hey, men og'illar men aytib ketgan. Nomusdan o'ldim. İki balning onasi demaydigan bo'lsa men bug'ibman. Ahmet. Bir ayolingizni tushunmaydiganda gap qilsiz. O gün shu qizlar bilan o'tirdik, boshqa ish yo'q. Shu seni qizlarsa nima deb men ranglik sho'rdik ayolni marti deb chiqirib avo. Nima deb sili yo'q unda mushuli bor. Voy uni shu yilimi. Hay to'g'ri biz tekrar bu. Ko'stadi. Voy apringa. Adamdan men deri so'rab turganda ishmisini anglab. Aygül sen ko'stadash. Ko'stadash. Voy biri Ahmet, mening qarang. Eng umat do'stim Aygül, bir saat usul o'ynatasan. Hani bu saat opkense adaş ispatka bomuz qarab ketadiganmiz. Rahmat canım adışım rahmat. men qo'rqib jiddiy qilarsam yana. Ahmet, endi o'shangansiz. Hey. Men sizni qaytadan tanısam bo'g'adak juma. Ajab o'ynaydi ekansiz ha? Hey, men televizorda bir g'ayri usul chiqib qolib, peshonani ko'rib, og'zini qilib bayron qildim. Hey, meni ko'rib, haq qanchalik hayron qolganda. Hocam, hemmisi üzerine savaştaşır boğan dikin de üzerine koyup deyip oynatsak Taşı koyutsa. Onun sürekli tatilip çıkartışını ben nereden bileyim? Baldi bunun ikinci usul mu oynamayayım ben? Bu çayını mı oynamayayım ben? Voy, odaş, nima degina bu? O çay bilan bu çaydan nima munosabati? Qiziqkansa. Elimiz savoqdaşlar 20 yilda aram bir yig'ilib necha yil bo'ldi o'ynayotgani bu çayni. Hay bu çay o'ynashgan yaxshi ish-ku. Halmoqdishimiz, sirdishimiz. Demasimi oyda aram birlik etib ko'rishimiz bu shu. Voy jon, voy o'ynamasak o'ynamaylik bo'lmasa. Ey, oyda bir qatim keldigan choyga mush nechimizni kelib faqat qizimidi. Uning ustiga mush choyga kelsak, undidor kim nim chiqadi, kim chiqamidi, bir-birimizga ta'ni gap qilib, gul yo'lida yo'limiz deb mush quruq gaplar bor. Shuning bilan boshqa saboqdoshlarimiz zerikib ketib, mush choydan chiqib ketdi jinimlar. Hey. Adaş, aş ündidarını en sürüştü kıldığı özan canım lekin. Hey, buldu qilinglar. Hozir mush gapni surishti qilgan vaqtma. Ma Ahmetni o'qimishli odam bo'lg'achqa, ma ishni har holda to'g'ri tushundi. Hey, zodi bu ishni kim qildi bir topayli iniqlar. Magildan to'g'ri adaş, cho'qib tepishimiz kerak. Uningdan sir chiqira, ma isbotni aş top chambaraklarga taz yo'llab, Aygülni aqlamasak bo'lmaydi. Biga yemigan mantining pulini to'lamdi. Hozir yo'llaymiz. Kelinglar, taqdimizmi? Yo'llanglar. Ya bu. Derhal yo'llanglar. Tez yo'llanglar. Yo'llanglar. Tursunlar. Yo'llanglar. Hey. Ras. Mushi sizlarning undidar o'ynaydigan vaqtinglar. To'g'ri. Hey, men balangning topshiriqni ishlaydigan vaqtim yo'q. Undidar qaraydigan vaqtinglar bor. Bir bani sababli bilan bir vaqt tamoq yetishga vaqtim yo'q. Men undidar o'ynaydigan vaqtinglar bor. Atrofdagi bir kishilardan chin yuraginglardan salom qildiganga, ha? Mundishib ahvolishdigan vaqtinglar yo'q. Chambarak chiqargan tetiqsiz mazmun, odam tushirdigan video, eli qalaymiqa uchirdan ta'lim qildiganga vaqtinglar bor.
Bir chiroyli qizlar jeyinglatdi ma o. Qani qolganlar. Mushundaq ahamiyatsiz bo'lgach ketib qolganda. Ha? Sizning hozir qiziqayishinglar? Ha, resim. Va, resim. Shuni chiqarib shu ishnimi? Ahmid bor bu joyning. Sizlar ana, jamiyat, dunyo ulug'lagan ana. Sizlar mushundaq nomi ulug' supursuqur g'alat kelib qolmanglar. Ballarimiz ana deb hurmatlaydigan, biz ayollarimiz deb cho'ng biladigan, jamiyat ulug' Allah deb taraflaydigan bu shariflardan ayrilib qolmanglar, xallarım. Men endi hərgiz çay oynamayman. Ballarımga yaxshi qarab, uyimni tutay. Həlqə ündidarning telefonimda yupla chiqaribdiman. Voy, odaş. Voy, oynamasak oynamaylik bo'ldi bu ishda. Shundaymi? Hey, to'xtab turinglar, qizlar. Asli men bugungi bu choyda sizlardan bir muhim ishni maslahatlashmoqchidim. Nima ishdi? Men yaqinda yurtga borganda bizning saboqdishimiz Tursun bor-ku. Tursunni uchirib qoldim. Uning aptiga qarab dunyomga tasliq qopdiman. Nima bo'pti? Uning ayoli yomon kasalga giribdor bo'lib, oxirgi bosqichga berib qopti. O bichara bütün uy bisatlarini setib ayolini davoltibdi. Uning oliy maktabning 1-yilida o'qiydigan qizi oilasining ahvolini bilgachga o'qishdan chekinmoqchi bo'libdi. Voy, bu yomon bo'pti-ku, odash. Shu emasmi, odash? Men bu ishdan o'qqandan keyin men sizlar bilan bu ishni maslahatlashmoqchidim. Bizning haligacha o'ynagan cheyimizni har oyda 5-chi pullarni qaranglar, yig'ilib xel bir yer berib qopti ekan. Biz shu pullarni shu saboqdishimizning qizning o'qish puliga yordam qilsakmikin? Bundan keyingi chaylarimizni texim akmashlik o'tkazib, shu qizning o'qishi bitkicha shu qizga yordam qilsak deb o'ylagan odash. Yaxshi o'ylabsan, jinim adishim. Ahmaddan mo'ranjigil bo'lmaydi. Demisimi chaylarimiz pek ahamiyatsiz bo'lib ketdi. Shunga mo'ma qizlar bir-birlar chaydan chiqib ketdi. Adash, sening deganingdek qilsak, buning ahamiyatini qizlarga tushuntirsak, ular cho'qim hammasi bu chayni o'ynaydi. To'g'ri deding. Rastaysan. Har oyda adash shu chaydan eshigan pullarni Ahmadning kartasiga urib beraylik. Voy, tursin bir degina adash. Ahmad, tursin. Bak Numuscan o pulni ağlığınama. Uras. Adaş, Tursun'un kızı bizim kızımız. Onu çok bildirip kızışımız gerek mi? Doğru dedin adaş. Aşta kılaylı canım adaş. Şunda kıllı onda olsa. Adaş. Oynam sen? Şundayım ben. Uras. Hey. Manda ahmiyetli çay olsa oyna. Oy rahmet İrem. Kızlar çok yok şu. Dedik ki ben Tursun'un kızını yoklap geleyim mi? Sizler Oy borimi? Oy başlap baraydı olayım. Ben başlap barayım. Hatta demeliş emez mi? Aygül öyle tamak etsin. Şu kızımızla öyle başlap gelinler. Çok güzel. Mektep tutak bizden aydıl tamak yap yetip kopmam. Kimden oydu bas? Bizden oylaygen bas. Arada sınavının ama sevmemizin okşaş bu. Hey kızlar. Biz bunun keyingi çaylarımızda var o karan. 2 tüzün bikitayli. Kanda? Birinciden vakit kırayı kılaylı. İkinciden bağımız çayda ündidarına bir açmaylı. Pek doğru dedin canım adışım. Muşu çayını oynagankenmiz. Çayga kelgende zaten muhim ciddi işimiz bulmasamış telefon degeni somkida nergiz çıkamaydı. Pek doğru. Bu ündidar degen zaten nereden payda oldu? Vaktimizni, baxtimizni o'g'irlab ketdi do'stlarim. Rost aytdim. Doğru dedin canım. Hey, mush haltimizni bir suratga tortib to'ploq yo'llaydi. Ne mi lansın ha? O bana. Hey, tak toymudun mu? Ha? Hürmetli meşrep ahli, ekran aldışı qadrli körümen dostlar. Programımız yol qoyulgan 13 yıldan buyan izchil partiya hükümetinin g'amxo'rligi bilan rahbarlikning to'g'ri yetaklishi bilan eng muhimi xalqdan o'ginib xalq qaytirishdek esil an'anamiz bilan yaxshi ishlanib kelyapti. Bu jarayonda biz yurt makallarning, yezi bozorlarning, zavod karxanalarning qo'llab-quvvatlashi bilan mashrifimizni izchillashtirib keldik. Mashrifimiz qo'llardan qo'llarga o'tib, yuraklarni yuraklarga tutashtirib, go'zal axloqdan dars berdik. Shunda. Demek bugünkü güzellik meşrepidimi biz yanılı şunu ta'kidlaymizki, meşrep bizni hem shundaqla hammamiz har shanba kuni meşrep ko'rishni
şenemde ay şenemde hey yar derdime ağrım yar bana şenemde ay şenemde hey senin derdine ağrım Güllüğümün ucuyla hava saklıydım yar sana hava saklıydım yar sana sen beni çekinganda aşığın kanda hey davatın elamet sana sen beni çekinganda aşığın kanda hey davatın elamet sana davatın elamet sana davatın elamet